Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibi ilə əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə qıtaqlar ekranımız olsun. Xitayning Turkiyadagi Uyg'urlardan tuqqan yo'qlash o'maki tashkillashi o'z jinoyatini pash qildi. Xitoy rejimining o'rinlashtirishi bilan Turkiyada yashayotgan atalmish Şinjanlik muhojirlardan tashkil topgan 42 kishilik tuqqan yo'qlash o'maki 4-yanvar Urumchiga yetib borgan. Garchi Xitoy axborot vositalari buni saxta tashviqoti uchun alohida tashviq qilgan bo'lsa-mu, amaliyotda Xitoy yillardan buyon joriy silib kelayotgan chet eldagi Uyg'urlarning Sharq Turkistonga erkin chiqib kiralaydiganligi saxtapazligini amaliy isbot bilan ta'minladi. Xitoy xabardorining aloqador xabarida Xitoyning Istanbul bosh konsulxonasi va atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komiteti birliksa bo'limining birlikda o'rinlashtirishi bilan Turkiyada yashayotgan 42 nafar atalmish Şinjanlik muhojirdan tuqqan yo'qlash o'maki tashkillanganligi va 4-yanvar Urumchiga yetib berib, oilasidagilar bilan jam bo'lganligi bildirilgan. Xabarda tuqqan yo'qlash o'makidagi bir necha Uyg'ur tilga elingan bo'lib, ularning uzun yil oilasidagilar bilan jam bo'lolmasligining sababi xizmatning oldirashligi degan bahona bilan pardozlangan. Xabarda aytilishicha, o'makka qatnashgan Uyg'urlar atalmish Uyg'ur Avtonom rayonining taraqqiyotlaridan hayron qolganligi, bu qatimliq ziyoratda har qaysi yurtlarni sayohat qiladiganligi va Turkiyaga qaytgandan keyin texmo ko'p kishilarga o'z yurtidagi taraqqiyotlarni so'zlab beradiganligi haqida joriy silishgan. Halbuki Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash maqsad qilingan bu qatimliq saxta tashviqot harakati amaliyotda Sharq Turkistondagi qo'rqinchli vaziyatning davomlashayotganligining bir isboti hisoblandi. Har qanday bir davlatda fuqarolarning boshqa davlatlarga berishi, xususan tuqqan yo'qlashi aqalli bir erkinlik hisoblanadigan bu davrda Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarni maxsus o'mak tashkillab tuqqan yo'qlatqizishi yana kelib birliksa bo'limiga o'xshash yuqori darajali siyosiy organlarning qo'l tiqishi bilan tashkillanishi bu planliq harakatning qorong'u tarafini ko'rsatib bermoqda. Va shunaqla Xitoy rejimi uzundan buyon joriy silib kelayotgan Sharq Turkistonga erkin xohlagancha kirish chiqish safsatisining yolg'onligini pash qilmoqda. Bu qatimliq ziyorat yana Xitoyning Istanbul bosh konsulxonasining ijro qilingan planlaridan biri hisoblandi. Bu yil 8-oyda Xitoy bosh konsulxonasi maxsus Uyg'urlarni nishon qilgan yig'in o'rinlashtirib, Turkiyada yoshlar saloni o'tkazish, Uyg'urlarni vatanga qaytib tuqqan yo'qlashga tashkillash, bolalar uchun Xitoy tili kurslari o'rinlashtirish qatorliq planlarini o'tirg'a qo'ygan edi. Bu planlarga asosan oldingi oyda Istanbulda 3-navbatlik yoshlar saloni o'tkazilgan bo'lib, yig'ilishga Uyg'urlarni o'z ichiga olgan 20 ga yaqin kishi qatnashib, Xitoyning jinoyatlariga moslashgan edi. Yaponiyada Xitoylarga qarshi hujumlar ko'paymoqda. Xitoy bilan Yaponiya o'rtasidagi diplomatik krizis ijtimoiy kayfiyatga ta'sir ko'rsatayotgan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministrligi Yaponiyada yashayotgan Xitoylarni bexatarlikka diqqat qilish haqida ogohlantirdi. Xitoyning Yaponiyada turishliq bosh elchixonasi 3-yanvar uqtirish chiqarib, yaqinqi mezgillarda Yaponiyaning ko'plagan rayonlarida Xitoylarga qarshi zo'ravonlik harakatlarining ko'payganligini, Xitoylarni urush, tillash voqealarining yuz berayotganligini, bu sababli Yaponiyadagi Xitoy fuqarolarini bexatarlikka diqqat qilishga chaqiradiganligini bildirdi. Uqtirishda Xitoylar ko'p o'ltiraqlashgan Shinjuku rayonida 31-dekabr yuz bergan mashina bilan odam so'qish voqeasi tilga olinib, voqeada 2 Xitoyning ig'ir yaralanganligi, Xitoy tarafining Yaponiyadan voqeani tekshirishni talab qilganligi qayd qilindi. Yaponiya bosh vaziri Sanai Takaichining Tayvan haqidagi bayonlari Xitoy-Yaponiya munosabatini qattiq yiriklashtirgandan keyin hozirga qadar har ikki taraf tirkishish vaziyatini saqlamoqda. Yaqinqi mezgillarda Xitoydami Yaponiyaga qarshi o'chmanlik harakatlari ko'paygan bo'lib, Xitoylarning ko'chada yig'ilib Yaponiya bayrog'ini yiritib, ko'ydirib haqorat qilgan ko'rinishlari ijtimoiy taratqularda tarqaldi. Amaliyotda Xitoyning Yaponiyaga qarshi o'chmanlik tashviqotlari sababli Xitoydagi Yaponiya fuqarolariga qarshi hujum voqealari yillardan buyon izchil davomlashib kelmoqda. Masalan, 2024-yil sentabrda Xitoyning Shenzhen shahrida Yaponiyalik 10 yoshli bir bola Yaponiyaliklar maktabi sirtida 44 yoshli bir Xitoy tarafidan pichoqlanib, vahshiylarcha o'ldirilgan edi. Ayni vaqtda Yaponiya bosh vaziri va tashqi ishlar vazirati bu voqeani maxsus surishti qilgan edi.
Venezuela prezidenti Amerikaning harbiy harakatida tutqun qilindi. Amerika prezidenti Donald Trump Venezuela prezidenti Nicolas Maduro va rafiqasining Amerikaning harbiy harakati natijasida tutqun qilinib, Venezueladan elib chiqib ketilganligini jakarladi. Trump shanba kuni o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida bexatar, tartiblik va aqlga muvofiq bir o'tkinchi bosqichni ishga oshira olgan vaqtimizgacha davlatni boshquramiz dedi. Va surati bilsa, Amerika qurolli kuchlarining ikkinchi qatimliq texmochon hujum to'lqini qo'zg'ashga tayyor ekanligini eskartdi. U mazkur harakatda Amerika havo, quruqliq va dengiz armiyasi kuchlarining ishlatilganligini bildirib, bu Amerika tarixidagi eng hayron qolarliq, ta'sirli va kuchli harbiy kuch hamda iqtidor namoyandalaridan biri bo'ldi dedi. Trump Venezueladagi harbiy harakatidan keyin yana Kolumbiya prezidenti Gustavo Petroga ochiq oshkora ogohlantirish berdi hamda keskin so'zlarini Kuba va rayon siyosatiga kengaytdi. Mazkur hujumlar Amerika Maduroni zaharli chekimlik atkazchiligi bilan ayblab kelayotgan va oylardan buyon davomlashayotgan jiddiychilikdan keyin yuz berdi. Amerikaning bir palata a'zosining bildirishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio Maduroning Amerikada jinoiy ishlar bo'yicha sudlanish uchun tutqun qilinganligini, Maduro hamda Amerikaning nazorati ostida bo'lg'achqa Venezuelada yana qo'shimcha harakat elib berilishini kutmaydiganligini aytgan. Rasmiy sanksiyalarga asoslanganda Venezuela dunyodagi eng chong neft zapasiga ega davlat bo'lib, yer shari zapasining taxminan 17%ni egallaydi ekan. Venezuela Xitoyning eng yaqin ittifoqdoshlaridan biri bo'lib, Maduro tutqun qilinishdan bir necha soat burun Xitoy vakillar o'maki bilan ko'rishgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.